Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun Spark motorini galakasini hozir yig'ayotganim bitta narsani ko'rib qoldim. O'shani sizlar bilan ulashmoqchi bo'ldim. Xo'p, mana bu Spark motorda sepini tortib turadigan natajitalar. Mana bu o'zidan chiqqan natajita. Mana bu meni o'zimdagi chiqarib tashlangan ekan, yangi ekandek. Hozir buni ikkalasini farqi. Buni ana ko'rib turibsizlar, bu qaytmayapti. Buni ichini ochib prujinani uzaytirishga. Oldin kam qilgan bo'lsa ham mabodo bularda shuna holat bo'ladi, sep arqaga, motor arqaga aylanganda zup o'tib ketib klapani qayiradigan holatlar bo'ladi. O'shaning uchun Spark motorlarni arqaga aylantirib bo'lmaydi deydi shikibda. Mabodo sizlarda shuna holat bo'lib qoladigan bo'lsa, ana bunaqangi ikkilanadigan holat bo'lib qolsa, bunaqangi qilib prujinani uzaytirib turib qo'yib yuborsalarni natajda ana bunaqangi ishlamaydi. Bu ishlaydigan zo'r bu ham tinig'i. Lekin sepni uzunligini hisobiga, cho'zilganligini hisobiga oladigan bo'lsak, mana bu narsa zo'r turadi. Sepni yaxshi tortib turadi, sep aqabaqa ketmaydi. Motor arqaga aylanganda ham, oldinga aylanganda ham bir xilda ushlab turadi mana shu narsa. Mabodo foydali bo'lsa, videoni saqlantirib qo'yinglar.